qabulimizdagi ayolimiz aynan bizni oldimizga hozir peshob ushlanmasligi bo'yicha kelyaptilar. Yoshingiz necha dedingiz? 68 yoshdalar. Hozirgi kunda shu bola 68-yil. Ha, 68-yilsiz 58 ga kirgan bo'lasiz. Aynan hozirgi kunda o'sha yurganda, ertalab yurarkanlar yoki bo'lmasa namozlar o'qib bo'lgandan keyin yoki bo'lmasa bola ko'targanda ixtiyorsiz o'zimga bog'liq bo'lmagan holatda peshoblarda chiqib ketishi bo'lyapti menda deb kelyaptilar. Hozir men sizga peshob chiqishda nima uchun bo'layotganini mexanizmini tushuntirib beraman. Hozirgi kunda vesingiz qancha bilasizmi? Necha kilogramm? 90 kilogramm. Qarang. Nechta tuqqansiz? 5 ta tuqqansizda. Ana endi qarang. Tug'ruqlarda eng katta koni unday katta bo'lmagan dedingiz-a? 8 tuqqan. 4 kilo tuqqan. 3 kilo 8 ga 3,5 kilodan oshiq katta hisoblanadi. 3,5 kilo 3 kilo 8 tuqqan. Qarang.